Xizmat ko'rsatish sohasi hududlar rivoji hamda farovonligi aholi bandligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu borada yangicha yondashuvlar asosida ish yuritilayotgani o'z samarasini beryapti. Ayniqsa O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati ushbu sohani rivojlantirishga mas'ul etib belgilanganligi bugun o'z natijasini ko'rsatmoqda. Bank tomonidan bu borada aholiga tayyor biznes loyihalarini taqdim etish, istiqbolli takliflarni moliyalashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha bir qator tashabbuslar amalga oshirildi. Qashqadaryo viloyati misolida tahlil qiladigan bo'lsak, 2021-2025 yillarda xizmatlar sohasidagi loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida tijorat banklari bilan birgalikda 23,6 mingta loyiha uchun 9 trillion so'm kredit mablag'lari ajratildi. Buning natijasida 522 ming nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida xizmatlar hajmi o'tgan 5 yilda 15 trillion so'mdan 56 trillion so'mga yetib 3,7 barobarga o'sishga erishildi. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bu demak aholini turmush tarzini rivojlantiradi, farovonligini oshiradi. Masalan, moliya, xalq ta'limi, tibbiyot sohasida yoki axborot sohasida, transport sohasida xizmat ko'rsatish sohalari bugun rivojlandi. Bu esa aholini roziligiga olib kelyapti. Viloyatda 86 million dollarlik 26 ta loyiha ishga tushdi. Bu ayniqsa turizm sohasida salmog'i katta bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bu aholiga qulaylik, tez xizmat ko'rsatish bilan bir qatorda yangi ish o'rinlarini yaratishga ham hissa qo'shadi. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 27 fevralda qabul qilingan xizmatlar sohasini barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan Qashqadaryo viloyati bo'yicha ham maqsadli ko'rsatkichlar belgilab berildi. Ushbu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hokimligi, soha mutasaddilari hamda tijorat banklari bilan hamkorlikda chora-tadbirlar amalga oshirildi. 2025-yilda tijorat banklari tomonidan jami 2,9 trillion so'm kredit mablag'lari ajratildi. O'zmilliy bank tomonidan 574 milliard so'm kredit ajratildi. Bu orqali 427 ta xizmat ko'rsatish loyihalari moliyalashtirildi. Misol uchun aholiga avtotransport xizmati ko'rsatishni yaxshilash, jamoat transporti yo'nalishlari tarmog'ini kengaytirish maqsadida 2024-yilda Sharofiddin Nurullo mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan Xitoy davlatidan 60 ta, 2025-yilda esa yana 20 ta avtobus olib kelindi. Ushbu 20 ta transport vositalarini xarid qilishda 16,3 milliard so'm bank kreditidan foydalanildi. Qolgan 7 milliard so'm tadbirkorning o'z mablag'i hisobidan qoplandi. Bu avtobuslar haydovchi va yo'lovchilar uchun bir qator qulayliklarga egaligi bilan alohida ajralib turadi. Bu avtobuslarimizda ko'p qulayliklari bor oldingilariga nisbatan. Masalan, oldingi avtobuslarimizda restoranlar qo'llanilgan bo'lsa, bu avtobuslar maxsus yostiqchalar qo'llangan. Bu ancha yo'lovchilarimizga qulaylik tug'diradi. O'rindiqlar soni ham ko'p. Joylashuv sig'imi ham kattakon, 81 kishigacha odam oladi bu avtobusimiz. Maxsus panduslar bilan jihozlangan, nogironligi bor yo'lovchilarimizga ancha qulaylik turadi bu narsa. To'lov tizimi elektron shaklda hammasi. Ushbu avtotransport vositalari Qarshi shahri aholisining yuqori sifatli va qulay yo'lovchi tashish xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi yillarda Qarshi shahriga keluvchi sayyohlar, xorijlik mehmonlar soni ortyapti. Ularga qulaylik va yuqori darajadagi xizmatlar ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, turizm obyektlari, zamonaviy mehmonxonalar qurilib foydalanishga topshirilmoqda. Milliy bankning moliyaviy ko'magi bilan joriy yilda 5 ta mehmonxona, 37 ta hostel va mehmon uylari ishga tushdi. Xususan, Qarshi shahrining Komilon mahallasida tadbirkor Baxtiyor Sharipov tomonidan 5 qavatli 100 o'rinli zamonaviy mehmonxona qurilib ishga tushirildi. Loyiha qiymati 21 milliard so'm. Hozirgi kunda prezidentimiz turizmga juda katta e'tibor qaratdilar. Shu jumladan mana Qashqadaryo viloyatida ham turizm rivojlanyapti. Turizm rivojiga biz ham o'z hissamizni qo'shib 100 o'rinli 40 ta xonali zamonaviy mehmonxona barpo qildik. Xonalarning hammasi hozirgi zamonaviy tipda qurilgan, isitish tizimlari, Wi-Fi, liftlar. Bu yerga turizm bo'yicha 3 xil til biladigan yoshlarni ishiga jalb qildik.
Mazkur turizm obyekti nafaqat sayyohlar uchun qulay sharoit yaratadi, shuningdek Qarshi shahrining mehmondorchilik salohiyatini oshirishi bilan birga xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga ham xizmat qilmoqda. Bundan tashqari 107 ta umumiy ovqatlanish shoxobchalari, yo'l bo'ylarida infratuzilmalarni yaxshilash orqali 127 ta savdo-servis obyektlari ishga tushirildi. Yaqingacha qarovsiz yotgan Qarshi shahri sabz yo'l bo'yida turli xizmat ko'rsatish obyektlari qurilib, yo'lovchilar uchun katta qulayliklar yaratilmoqda. Tadbirkor Javohir Ulug'ov tomonidan bunyod etilgan mana bu 2 qavatli oilaviy restoran ham o'ziga xos dizayni bilan har qanday kishini e'tiborini tortadi. Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan mana shu tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratilyapti. Bizlar ham o'zimiz tadbirkorligimizni o'sha kengaytirib, yangi sohalarni qo'shib boryapmiz. Yangi restoran ochdik. Asosan o'zimizda yetishtirilgan baliqlar, Yevropa taomlari, o'zimizning milliy Uyg'ur taomlari bilan shu mehmonlarimizni xursand qilishga harakat qilyapmiz. Katta magistral yo'llarida avvallari ovqatlanish shoxobchalari juda ham kam edi. Hozir mana katta choyxonalar, restoranlar, dam olish maskanlari qurilib xizmat ko'rsatyapti. Shulardan biri Malak restoranini oladigan bo'lsak, yo'l yoqasida qurilgan. Ayniqsa menga yoqqan tomoni milliy ruhda qurilganligi, milliy ruhda jihozlanganligidir. Qarshi shahridagi Gungon mahallasida bo'sh turgan joyda bunyod etilgan Sulton Saroy turar joy majmuasining 1-qavatida Milliy bankning moliyaviy ko'magi bilan savdo va umumiy ovqatlanish majmuasining ishga tushirilishi ham shahar aholisi va mehmonlari uchun yana bir katta imkoniyat eshigini ochdi. Bundan tashqari Sulton Tex Group mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Turar joy majmuasining 2-qavatida ko'ngilochar markaz ishga tushirildi. Loyiha qiymati 30 milliard so'm bo'lgan maskanga Xitoy va Yevropa davlatlaridan eng zamonaviy attraksionlar olib kelindi. Bionik ayvonlar, velosiped yo'laklari, vizual va sport o'yinlari, stolli va interaktiv o'yinlarni o'ynash imkoniyatlari yaratilgan. Ushbu maskanda bolajonlar bilan kattalar ham hordiq chiqarish imkoniyatlari yaratildi. Yevropani va Amerikani, Xitoyni eng yetakchi texnologiyalari asosida 300 dan ortiq attraksionlarni o'rnatdik. Bolajonlarimiz uchun suv yo'lini yaratganmiz. Bunda bolajonlar maza qilib qayiqda yuradi. Kattalar uchun VR zonalar bor, kinozallar bor, moto va avtogonga haydaydigan zonalar bor. O'yingohimiz yopiq o'yingoh hisoblanadi. Qishki va yozgi iqlimda sharoitlar yaratilgan. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Havoni mo'tadillashtirib turadigan uskunalar o'rnatilgan bu o'yingohimizda. Ertaknamo, turli tuman ko'ngilochar va eng asosiysi xavfsiz bolalar maydonchalari. Suv yo'lidagi sayr bolajonlarni sehrli olamga olib kiradi. Labirint, batut va tog'chalardan iborat mo'jaz o'yinlar olamini tomosha qilish mumkin. Maskan ishga tushishi bilan 100 dan ortiq ish o'rni yaratildi. Mana shu o'yingoh ochilish haqida eshitib, kastingda ishtirok etdim. Hozir ish faoliyatimni bu yerda boshlaganman. Bu yerda ham xuddi kompyuter sohasida operator bo'lib ishlayman. Ishim juda ham maroqli va qiziqarli. Ishlashimdan o'zimni ko'nglim to'ladi. Yosh bolalar va kattalar bilan ishlaymiz. Ularga o'ynaladigan mashinalarni tushuntiramiz va ularning xavfsizligiga biz qaraymiz. Qarshi shahridagi Cho'lquvar mahallasida bo'sh turgan yer maydonida yosh tadbirkor Shahboz Abdullayev tomonidan sport sog'lomlashtirish markazi qurilib ishga tushirildi. Loyiha qiymati 12 milliard so'm bo'lgan markazda 100 dan ortiq trenajyor uskunalari o'rnatilgan. Maskan ishga tushishi bilan 10 dan ortiq fuqaro ish bilan ta'minlandi. Sport odam sog'lig'i uchun eng asosiy narsalardan biri bo'ladi. Bu trenajyorlar nafaqat sog'lig'i uchun, o'zini tanasini chiroyli qilish uchun ham muhim. Bir kunda 100 dan ortiq odamlar keladi, shug'ullangani, hammasi o'zini sog'lig'i uchun, belga grijasi borlar uchun, yo birorta joy og'riqlarini, sog'lig'ini yaxshilash uchun trenajyorlarimiz ko'p, hammasidan bor. Mana shunday sport zallarini ochishga imkoniyat yaratib bergan prezidentimizga rahmat. Kundan kunga zalimizga keluvchi odamlar soni oshmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasini yanada rivojlantirish, sohil bo'ylarini infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 500 milliard so'mlik investitsiya hamda 986 milliard so'm tijorat banklari kredit mablag'lari jalb qilindi. Umuman olganda yil davomida xizmatlar sohasida amalga oshirilgan ishlar natijasida 212 mingdan ortiq aholining bandligi ta'minlandi. 2025 yil yakuni bilan yalpi ichki mahsulotda xizmatlar hajmi ulushi 42,1% tashkil etib, o'tgan 5 yilga nisbatan 7,6% o'sishga erishildi. Bu esa aholi farovonligi oshganligi, hududlar infratuzilmasi yaxshilanganligi, turizm imkoniyatlari kengayganligi demakdir.